Selam dostlar, Top 5 topshirig'i o'z ishini davom etadi. Bugun men sizni dunyomizning eng eski ham qort shaharlari bilan tanishtirishaqman. Ketdik. Birinchi shahar Afinlar. U Gretsiyaning bosh qalasi. Onda dunyomizning eng buyuk shoirlari rasmlari tug'an. Ham tag'in qiziqli fakt. Bu shaharda 7000 yil davomida xalq yashaydi. İkinci shahar Biblos shahari. Naq mana shu shaharda 5000 yil davomida davlat o'sa. Ham tag'in bir qiziqli fakt. Naq mana shu shaharda ham shu yilda fin alifbosi borliqqa kelgan. Üçüncü shahar Aziyaning eng qort shahari Layal shahari. U Xitoyning eng qort boshqalarining birisi. Ham tag'in bir qiziqli fakt. Hozirgi vaqtda bu shaharda 7 milliondan ortiq kishi yashaydi. Dördüncü shahar Suriyadagi eng qort shaharlarning birisi Aleppo shahari. Hozirgi vaqtda onda 2 millionga yaqin kishi yashaydi. Ham uning 5000 yilga yaqin tarixi bor. Beshinchi so'nggi shaharimiz Vanares kirisincha Binaras. U Gang yilg'asining yorida o'rnashgan. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Siz bu shaharlarni bilaydingizmi? Sizning yaratgan shaharingiz nindi? Like ko'rgan unutmag'iz. Kelasi topshiriqlarga qadar sog' bo'ling'iz.